Assalomu alaykum Paroz aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Aka-ukalar, hozir Telegramdan yozishdi. Yozishyapti. Telefonni yoqib qo'ysam, to'g'risi telefon to'xtovsiz keladi. Telegramga javob bera olmayapman. Telefonim ikkita. Birda ikkalasiga to'xtovsiz javob berib ketyapman. Telefon yonib o'tirsa, telefon Telegramga javob berishga qiynalyapman, chunki ertadan telefon kelib qolyapti. Agar telefonni o'chirib qo'ysam, telefoning o'chib kibrlanib ketdimi deyishyapti. Men bitta o'zimman-da. Men bitta o'zimman. Uspet qila olmayapman akalar. Abitdan biri mana to'y, endi bizda ham qarindosh urug'lar bor, aka-ukalarimiz bor, to'y to'monag'imiz bor. Endi ularga borib qatnashmasak bo'lmaydi. Masalan, mana bir kun, bir yarim kundan beri to'yda bo'ldik, boshqa bo'ldi. Telegramga tashalganki narsaga javob beriladi, 100% javob beriladi. Faqat sabr qilish kerak xolos. Hozir mana abitdan biri hali to'xtaganim yo'q. Telegramda tinimsiz javob beryapman. Bir ikkita akalarimiz siqilib qolishibdi. Endi akalar meni ham to'g'ri tushuninglar. Men bitta o'zimman. Oyoq tangasi, tuxum, seleksiya, mana shu jo'jalarni jo'ja so'rashyapti, tuxum so'rashyapti. Men bitta o'zimda 5 tomonlama javob berish bo'lyapti. Agar faqat jo'ja oldi sotisi bo'lganda, men zaprosto bemalol javob berardim bu narsaga. Va akamiz ham siqilib ketibdilar. Qachon tashlagan ekanlar? Oyoq tangasini 4-avgust kuni tashalgan ekan. To'lov qilgan ekanlar. Mana. Ilyosbek aka, bir hafta bo'ldi aka. Telefon kelyapti. Yo'q, bizni nimaga aka? O'rozda ayollariga aka, iltimos aka. Ashuni ko'rib bering. Ilyos aka, biz Telegramni ko'rmayapsiz aka. Bak kibrli bo'lib ketdingizmi aka? Nima bunaqa qilyapsiz aka? Bir hafta bo'ldi aka. Akalar, unaqa kibr degan narsa yo'q akalar. Agar kibrim bo'lganda, men o'zim mana shu doktorchilik sohasi bo'yicha birinchi o'rinda chiqqanman, lecheniya qilish doktorchilik sohasi bo'yicha. O'sha andijonlik, farg'onalik o'zimiz ukaxonimiz Instagramda ko'rdim. Men o'zimdan kuchli deb bilganligim uchun borib, o'sha akalarda, o'sha o'zimiz ukaxonimizdan borib gaplashib, konsultatsiyalar boshqalarni misol oldi berdi qilib gaplashib, ashana qilib keldim. Men ham negativlik qilsam bo'lardi o'sha bolaga. Jo'jalarni o'ldirib, nechta sur o'layotgan, yo boshqa qilayotgan, mano deb nimadirlarni deb turib, o'zimni undan ustun ko'rsatib, men zo'rman deyishim mumkin edi. U mendan kuchliligi uchun men kibr qilganim yo'q. Borib, imini o'sha bolaning uyiga borib, ko'rib, men o'zimdan kuchli deb bildim sizni. Shuning uchun konsultatsiya olgani keldim deb bordim. Gaplashdik, boshqa qildik, yaxshi, zo'r. O'sha ukaxonimiz, misol mana ekan, omadini bersin, zo'r ketyapti. Men o'sha narsaga, men o'zim qilayotgan lecheniyalardan ularni qilayotgan lecheniyalarni solishtirib, boshqa qilib, ashana qilib keldim. Men o'zimdan kuchli deb bilgan odamni oldiga kibrlanib, orqasidan g'iybat qilib, uni bo'qat qilishga harakat qilmayman. Ba'zi bir qochoq xo'roz, bozordan xo'roz olib sotadigan kanalchilarning singari. Faqat g'iybatimni qiladi xolos ular. Ular o'sha mendan zo'r deb bildimmi, обязательно o'shandan o'rganishga harakat qilaman men. Orqasidan g'iybatini qilmayman. O'zimni kibr qilib turib, uni pastga urib, o'zimni ko'tarishga harakat qilmayman. Kuchli deb bildimmi, обязательно o'shandan ma'lumot olish uchun harakat qilaman. Shuning uchun akalar, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik, noto'g'ri tushunmaylik, jon akalar. Harakatdaman, to'xtamayapman. Mana yana telefon kelishni boshladi. Shunday gaplar akalar. Bu Telegramdan kelayotgan telefon. Telefonimni agar poletdan chiqarsam, yanagina bo'ladi. Hozir video qilish uchun poletga tiqdim. Qaysi biriga uspet qilaman. Hozir bulardan telefonni olsam, hech bo'lmasa 1 soat, 1 soat bo'lmaganda hech bo'lmasa 10 minut, 15 minut vaqtim ketadi. Iltimos akalar, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik.